Mana u, mani qizim. Biroz kalta pijamada yonimga kevatdi. Bu safar men soatga qaramadim, chunki mahkam quchoqlab o'tirdim qizimni. Qizimni kichkina qo'llari uzoq vaqt meni bo'ynimga achamlab turdi. Yuzimda ajinlar yo'q. Bu shunchaki men charchaganman, lekin kuchliman. Ichimda o'yladim, sen hatto tasavvur ham qila olmaysan. Nonushta payti men rosa xursanddim. Qizim mendan maxluqlar haqida, super qahramonlar haqida so'rayotdi va bu safar men hammasini diqqat bilan tingladim, telefonsiz, chalg'inmasdan. Faqat u va uning shirin, qiziquvchan ovozi. Rakovinada idishlar juda ham ko'p edi, erim ham yonimda edi, o'sha tanish tabassum bilan. Bu safar men uni yonidan shunchaki o'tib ketmadim, to'xtab, rahmat dedim. Keyinroq onamga telefon qildim va ko'z yoshlarim so'zlarimdan oldin keldi. Biz oddiy narsalar haqida gaplashdik, ob-havo va nima pishirganlar haqida. Lekin telefonni qo'ygim kelmadi. Mashinada qizim baland ovozda qo'shiq aytardi, o'rindiqni tepardim. Bu safar esa men faqat jim o'tirdim, chunki bir kun kelib bu o'rindiq bo'sh qoladi va men shu kichkina shovqinni sog'inaman. Uxlashdan oldin yana qizimni sevimli o'yinchoqlarini ko'rdim. Xonada sochilib yotuvdi. Bu safar u sayohat haqidagi kitobni tanladi. Men sizni yaxshi ko'raman, ona. Siz dunyodagi eng yaxshi onasiz. Ertaga men yana 85 yoshimda uyg'onaman va allaqachon qizim katta bo'lgan bo'ladi. Band balki uzoqda, lekin bu kecha menda bebaho bir lahza bor edi va eng muhimi bu vaqt. Bizdagi eng qimmat narsa, uni ortga qaytarib bo'lmaydi. Shuning uchun agar u hali sizda bo'lsa, uni qadrlang.